Assalomu alaykum qadrdonlar. 2025-yil 26-avgust cho'rni silish ko'chatlarimizni payvandlash ishlarini boshladik. Kimga buni ishonchli ko'chatlardan kerak bo'lsa bizda bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ba'zi bir joylarda vengerka deyishadi. Bu qoqi bo'lib quriydi. Buni payvandlab olchaga ulasangiz farqi shundaki, mana bu ulanmaganligi holati, payvand qilinmaganligi holati. Mana bu mevasi mana ekan. Ulangandek, payvand qilinganligi holat. Mana farqini bilyapsizlarmi? Go'shtlik qoqi bo'ladigan sleva, mana o'sha payvandlab olchaga ulab tayyorlangan ko'chatdan bo'lgan mevani mana ekan farqini bilyapsizlarmi? Bu asli yovay, tagida o'sha ildizidan chiqqanini ekishadi. Bu ham yaxshi sleva. Lekin buni ulasangiz, mana bundaqa yirik eksport bo'lib, yaxshi sleva bo'ladi. Go'shtlik. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa bizda bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 97 681 77 74.